Hamma narsa mumkin. Faqat shu narsalardan ozgina saqlab bersangiz bo'ldi. Ugrilar ketdi o'zidan o'zi. Yaqinda mana bir hafta bo'lmadi, qizlarini olib keldilar. 3 yildan beri dieta qilyapmiz, baribir ugri chiqyapti. Nega? Dieta qildirishadi. Dietadan maqsad nima? Dieta qilishsin, shirinlik yeyishmasin. Achchiq sho'r, shakarli mahsulotlar, shokoladlar, fast food, gaz. Bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Keyin ko'pchilik hozir 4-5 yoshli bolachalarimiz chips, kireshkilarga kasal, yemasa tura olmaydi. Hozirgi vaqtda 16-17 yoshlilarimiz ham shu narsani juda ham ko'p xohlashar ekan. Kechqurun ko'p qilib olib kirib ketib yeb yotadi degan onalarning ham gaplarini eshityapmiz. Shu narsalardan saqlashsin bo'ldi. Qozon ovqatlari, mevalar, kletchatka, salatlar, hamma narsa mumkin. Hamma narsani berishsin. Foydali nima deydi, ovqatlarimiz bor, domashniy ovqatlarimizni yeb biz o'samiz va yeb kasal bo'lmaymiz. Yuz terisi ham xuddi shunaqa. Yaxshi narsa yesangiz, domashniy, yaxshi pishgan ovqatlardan iste'mol qilinsa, yuzga ugri hech qachon chiqmaydi. Dieta faqat qaynatma sho'rva beraman 3 yildan beri. Bering, osh bering, go'shtli ovqatlar bering. Hamma narsa mumkin. Faqat shu narsalardan ozgina saqlab bersangiz bo'ldi. Shuni qilishdi, bolani immuniteti oshib, gemoglobinlari ko'tarilib, ugrilar ketdi o'zidan o'zi. Siz faqat qaynatma sho'rva iching, gemoglobin tushib ketadimi? 0 bo'ladi-ku. Qanaqasiga 3 yil qaynatma sho'rva, hayron bo'ldim.